Bizning uyimiz, короче. İşte O'zbek Polshadan Portugaliyagacha bugun bizning 57-kunimiz. Do'stim qayerda qolamiz bugun? Bugun bilmadim. Eng qizig'ini qaranglar. Hamma joy o'rmon, tog'li zona. Bu yoqda mehmonxonalar bor. Lekin juda ham ko'p mehmonxonaga kirdik. Band ekan, o'sha joylari qolmabdi. Lekin biz mana shu tog'ni tepasiga qarab ketyapmiz. Bilmadik, qaranglar tepada bitta joy borga o'xshadi. O'sha yerda yotsam ekan deyapmiz, lekin hozir bu yoqda ovqatlangan joy ham chiqmayapti. Ham joy chiqmayapti, qorni ochdi. Qorin ochdi-yu, lekin mayli, o'lib qolmaymiz, lekin ertalab choy ichganmiz. O'sha bilan 25 kilometr yurdik. Eng qizig'i, yotishga joy topa olmayapmiz biz. Qayerda yotsak bo'lar ekan deyapmiz. Prямо chodim turibdi qiziq. Masjidga deysizmi? Otib tashamaydi. Otib tashamaydi, lekin bu yoqni qonuniy. O'sha tog'ni tepasiga chiqsak bo'lmaydimi? Nima deysiz? Bo'lmaydi, aytlar. Cho'chqa borma, lekin sizlarga savol-da, mana shunaqa o'zingizlar planinglar bilan yo'lga chiqdinglar-da, hech qayerda yotishga joyi, lekin mendan plan lekin. Ha? Mana variant. Mana biz olamiz-da, mana shu yerga to'shab yuborsak. Qalay bo'lar ekan?